12 muqami parlaq Junxo madaniyat xazinasidagi bebaho go'har. Emgakchan, ijodchan Uyg'ur xalqining aql farosatining jabhiri. Uyg'ur hayotining hamma taraflarini muzik tili bilan bayon qiladigan badiiy qomusdir. Uningda Uyg'ur xalqining hayoti va go'zal ma'naviyati, istak xohishlari, tarixiy reallik va turmush muhitidan kelib chiqqan muhabbat nafratlari, inson tafakkurining muzika, badiiy adabiyot va usul qatorliq xilma-xil shakllari bilan ifodalangan. Mundaq muzika asri dunyo millatlarining san'at tarixida kam uchraydigan alohida asar bo'lg'achqa, Sharq muzika madaniyatidagi mo'jiza deb ta'riflanmoqda. Uyg'ur muqomlarining tarixi uzun, arx ko'rinishimi keng va cho'ng. Muqomlar Uyg'ur xalqining beshidan kechirgan tarixiy davrlari bilan hamqadamdir. Muqomlar ko'plagan makon va bir qancha zamonda Uyg'ur xalqining nurg'unlagan bastkorlari, naqshchilari va chalg'uvchilari tarafidan ijod qilingan xalq muzikasi. Bu qitim asliga varislik qilib qaytaratlangan, to'liqlangan, mukammallashtirilgan 12 muqom, 360 ahang, 4492 misradan tarkib topdi. Hamda u yana Uyg'ur klassik shoirlarining she'rlari, Uyg'ur xalq dastonlarining parchalari va xalq qo'shiq baytlarini o'z ichiga oladi.
Bye.
Hold
bir sana bir judalıkni şayet ey ayey o rahmetip salsan vay rahmetip salsan vay üzenge aşinalıkni hamam hanımanın diyem keçi bal birsini dermen üzendin özgü bilmeydu üzen saldan judalıkni üzen